Şu dünyada acayip bir qiziqishlar bo'lgan. Adam arzu qilgan narsaga erishmaydi ekan. Arzu qilmagan narsalar zo'lab odamning oldiga kelgan. O'tganda muqam ansambli muqam o'rlaganda xalqning yampichiq so'ygidek bo'lib bir bilet topolmadim. Bugun hamda mana Qozog'iston damdo, Turkiyaning damdo mundaq bir narsa qilgan. Men buni toza yaxshi ko'rib ketmayman. Bunun sizga qiziqmaymansam, unimay bu bilan tutib. Bu yaraqidagi zekin sunay san'at kechiligining beltgan. Bu yaraqidagi bilimlar biz hammamizning hayotiga zich munosabatlik yaxshi bir ish. Buningga bormasam bo'lmaydi. Endi bu biletni yomon qismaydi. Endi yanchiqim turib vaqt o'tib ketmasin, bir hojatdan berib o'taymi. Shunday bo'lsa. Ba. Ha? Bulan. Bugün kechda takrar yo'qmi-te? Bugün shanba tursan? Ha, bugün shanba ras. Ha. Ota-onangiz ansirmanda? Ular kendimde kalatıda bir bilet kaltında mı? Bundan bana zıbağıcı bir bilet yapıp toğayın dep yoksa diye. Bırak siz bu keşte... Aka, rıtınız var mı yok mu? Ba. Bana bu biletini siz vererek siz görün. Rahmet aka, ben bu olsun koydum sanırım. Ya, pul anlayın. Bakaran, bu biletini bana idareden takatkan. Bugün azırak başka işim var. Şuna siz verdim siz görün. Ya, dadamcım ama kaklar bir kalsam bir nezbette herkes ama eski adamlar yok küçük falan şunda kalıp adam evip kaçırıp gel. Vay bala! Yakcan! Hanım bozu. Vay! Ve Cören. Cören degen işxanda kaldı. İkimiz hizmetdaş bo'lgandan ismimni atmamsiz. Valijon, bugun o'yin ko'yin kepsizda. To'g'ri. Xabaringizni bugun idoradan birdan o'yin bilet taqatgan. Biroq bolamni borman deb turib oldi. Shunga bira bilet uchrab qolamki deb cho'glab yurman tanga. Mana yaxshi opto. Cho'glab yurma. Mana bu biletni sizga beray. Voy. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Ana to'xtab turing. Mana bu 30 so'm biletni puli. Endi yod ko'ra atamsiz nima? Qo'ying. Undan gaplarni qo'y. O'sha chiqma. Yaxshi chiqma. Nima? Olmamsiz? Bu biletni idoradan taqatganligidan sizning xabaringiz bormi? Buning ustiga mening Shinjang televiziyasi bor ozroq ishim chiqib qoldi. Siz bolalaringizni ko'ring. Yakcan. To'xtab turing. Siz bu yil qancha yoshga kirdingiz? 46 yoshga kirib qoldim. To'g'ri. Rastni aytsam, sizning texnikangiz bo'limdagi barliq yo'ldoshlarning texnikasidan yuqori. Buningga hamma yo'ldoshlar qoyil. Nima gaplarni qilishsiz? Bu qatim unvon bog'lashda siz oliy darajalik unvon iltimos etgansiz. Mening boshqa fikrim yo'q. Ham bo'lim rahbarlarining fikri degan yerga men siz uchun yaxshi gap qilib qo'ydim danga. Bu deganingiz bilan bu bilet bilan nima munosabati bor? To'g'ri tushunishga bo'ladi, Yaqubjon. Sizning yeshingizga yetganda o'zining unvon ishini o'ylashimo tabiiy ahvol. Mening gapimni tushungansiz? Ya, gapingizni faqat tushunmay qoldim-ku. Astag'firullah. Qarang, men unvon bog'lash guruhining a'zosi bo'lganim bilan aran bir ovozli huquqim bor. Yana ko'pchilikning fikrini anglamasak bo'lmaydi-da. Bularni men tushunmayman. Lekin siz buni menga tushuntirib nima ish qilsiz? Qarang. Sizning mana bu biletni bakav bag'ingizni boshqalar ko'rib qolsa, uchoqda men odillik bilan sizga bir bilet tashlasam-mo, meni baribir oqish qildi deydi. Uchoqda sizga yaxshi emas, menga yaxshi emas-da. Voy, bu biletni men birasiga berib deb kelgan boshqa maqsadim yo'q bu yerda. Bo'ldi. Bu biletni o'zingiz bir taraf qo'ying, men ketay bo'ldi. Voy, Majura! Valijon! Qanday gap bo'lib ketdi bu? Bekor bilet berasam, bu gaplar Sahi bilet. Voy, ortiq biletmi? Ajab yaxshi. Mana 30 kun. Unda qo'yib yana 30 kun qo'shay. Bo'pti, yana 40 kun qo'shdim.
Uy! Qarang'i bozorchi. İnsaf bilan ish qilsangiz bo'larmikin? Ay, 100 so'mga rozi bo'lmamsiz. Sizsa, men qarang bozorchi emas. Agar sizga lozim bo'lsa, sizga bekan bering. Qilamamsiz? Yo'q, qilamayman. To'xtang. Yeshingiz xeyli bir yay borgandi. Ha, qirqnashdim. Bundaq ishlarga xeyli tajribalik bo'lishingiz mumkin. Biroq bu usulingiz sal falokatga. Sizcha, men bir doktor. Mening bugun ozroq bir ishim chiqib qoldi, shunga bu o'yinni ko'raman ekanman. Mening boshqa niyatim yo'q, yakbash maqsadim yo'q. Siz xato tushunib qolmang. Ajab samimiy gap qildingizda? Ha, davom etsizlar. Gapim tugadi. Tugadi? Unaqa emas-ku. Men sizga rahmat aytib, biletni olib maydonga kiraman. O'yin boshlanib chiroq ochganda siz ostona kirib yonimga o'tirsangiz, oldi bilan gap bilan keltirsiz. Oqmagandan keyin u yer bu yerdan chiqishga boshlaysiz, shundaqmi? Siz qanday zolar, ha? Bu men degancha yaxshi qizolar. Qanday? Oyliq yeringizni chiqmay qoldimmi? Qizcha, men anaqa odamlardan emas. Men yaxshi odam deganlarning-chi, o'g'lining 9 lifchak. Birisi mana sizdek bo'ldi. Men qanday odam ekanman? Ha? Sizlarga qarang. Lifchakni qamdashtirolmaydigan jonlikchak. Anda bo'lsa, siz jim lifchaklarga loyiq keldigan qizol ekansizlar, ha? Bu ter badran. Sen beni tanıdın-ku? Siz beni urvatsınız ha? Urdum qanda, ha? Agar men gapim bo'lsa-chi, ishning endiki soqsiga berib beramiz. Mana? Yo'q, bo'ldi. Qizcha, men namaqul. Hamma ayib menda. Tapoma, yaxshi qildingiz. Yaxshi, to'g'ri udingiz. Yaxshi oldu. Aysa payg'ambarimmi sol yuzingni o'g'allarga o'ng yuzingni tutib debdi-ki. Mayaq bir nur etga. Qo'lim taslim ketlar juyman. Umamsiz. Umusunuz. Biletni boshdan tepdilar. Bitim yandib tur. Ha, siz tutasizmi? Birga o'yin ko'rsam nima bo'pti? ishni ko'rib bir salopatli odamdan birdamda eski odam fursat berish lufchak bo'lib qoldimi? Hammani qilmish bilet qo'y. Ko'ngilchekligimdan bo'ldi. Ben sen ne baktın? Oy, manın vakti uçup kalmış şey berkileceğim ama.